Kene, ovqatingiz qaynaganmi? 10 yoshligingizda ovqat qilishni o'rgatganmi? Ozgina mashinchi mehr bering ovqatga. Ishdan charchab keldim, qornim och. Ovqatingiz bazasi, matrasasi yo'q. Allohu akbar, men ketdim ovqat yeb kelaman ko'chada. Menga qarang, shu kerakmi sizga? Ya sizga gapiryapman. Shu kerakmi sizga? Men sizga har doim aytaman, "Hey, mehr berib normalniy ovqat qiling" deb. Bu nimasi? Shuncha paytdan beri chidayman. Qo'y telefonni sen ham. Oyijon, bolalar ichishyapti-yu. Gapirmang, ichadi-da bolalaringiz. Mani bolam ichmaydi. Xo'p, bo'ladi. Menga yoqmayapti. Uzr oyijon. Shuncha paytdan beri chidab kelayotgandim. Oy, sira yoqmadim shularga. Ishdan charchab kelib doim gap eshitaman. Oy, bu hali shuncha daftarlarimni tekshirishim kerak, baho qo'yishim kerak. Shunaqa charchadim. Voy, assalomu alaykum adasi. Qachon keldingiz? Nasıl charchabsan? Ichkari kirib dam olsang bo'ladi. Ay, yo'q, hozir ovqatingizni sizaman, hozir. Qo'lingizni yuvib turing hozir. Bor opa. Baraka topamiz. Ovqating bilan shirin chiqibdi. Sen dunyodagi eng zo'r ovqat pishiradigan ayolsan. Boringga shukr. Oyijon. Joysiga kirib Adang qandalar? Ketdilarmi adang? Oyijon, tuzimisiz? Maziz bo'lmayaptimi? Adang qanalar? Adam? Oyijon, adam o'lganlar yo'q.